Bugun makiyaj bo'lmaydi. Bugun sizlarga yuzim qandoq bo'lsa shundayligicha ko'rsatmayman. Kecha men peelingdan keldim. Birinchi peelingim bu yilni birinchi peelingini olib keldim. 2-3 kunlarda meni terim ko'chishi kerak. O'tgan yili menda judayam bir kechani ichida ugrilar toshib ketdi. Ertalab uyg'ondim, shunaqangi yuzim og'riyapti, oynaga qarasam, katta qizarishlar chiqqan. Ular 2-3 kundan keyin o'sha yiringli ugrilarga aylangan. Videolarimda ham ko'rdinglar, yuzimni вообще ahvoli dabdalasi chiqib ketdi. Mana bunaqangi yaltillash, dog' bo'lsa ham baribir yuzim hozir yaltillayapti. U paytlarda sarg'ayib, qizarib, yiringlab, ham umrimda birinchi marta bunaqangi qattu yuzimni yostiqqa qo'ysam og'riydigan ugri toshuvdi. Menda ikkita yo'l bor edi. Sistemli retinoid ichish tabletkalar bilan. No, ular sizlarni ozgina depressiyaga kirgizib qo'yadi o'sha tabletkalar yokida judayam sizlarni tananglarni bitta nafaqat yuzinglar, balki badaninglarni ham чувствительный qilib qo'yadi. Bu degani nima degani? Ya'ni quyoshdan вообще dog'lar chiqib ketadigan, qizarib ketadigan, mana shunaqangi sezuvchan qilib qo'yadi u tabletkalar. To'g'ri, ular tuzatishi mumkin, 2-3 oyda tuzalib, ugrilar qurib ketib tuzalishi mumkin, lekin uni pobochkasi ham bor. Men dorilarga qarshi odam bo'lganim sababli peelinglarni tanladim. Peelinglarni har xili bor. Har bitta videomda qizlar aytib ketaman, peelingga hech qachon yozda olinmaydi. Bir xil kosmetologlar bor, davay yoz ham qilib tashiramiz. Unaqa kosmetologlardan qochinglar. Peeling nima bu? Shunaqangi kuchli kislota sizlarga suradi, yuvib tashlaydi. 2-3 kundan keyin sizlarni teringlar o'sha kuydirish, bu peeling, bu kislota bilan sizlarni yuzinglarni kuydirish. Ya'ni o'sha birinchi sloy ko'janglarni, teringlarni olib tashalanadi o'sha peelinglar bilan. Peeling qilgandan keyin eng peelingning dushmani bu quyosh. Dabdalasini chiqarib tashlaydi agar peeling qilib quyoshda yuraversanglar yoki yozda issiq quyoshida. O'shaning uchun peelinglar kechki kuz va qishda qilinadi yokida erta bahor. Uje quyosh chiqib anaqa bo'lib ketganda ham bahorda ham mumkin emas. Ana o'sha sovuq momentlarda quyosh kam paytida peelinglar olinadi. Shu bu quyosh sizlarni yuzinglarni buzib tashlamasligi uchun. Peelinglarni O'zbekistonda bilmayman qanaqa ishlashadi, Amerikada sizlar kurs qilib olasizlar. O'tgan yili men 8 ta peeling olganman. Birinchi 3 tasi yengili bo'lgan. Sal qattadir yuzinglar ko'chadi, unaqangi prям bunaqa sloy bilan ko'chmaydi. Ya'ni bu yerda sizlarni teringlarni sekin etap tayyorlab boradi. Ya'ni birdaniga sizlarni yuzinglarga stress berib, kuchli peeling qilib qo'ymaydi-da, sekin bitta sloy, kichkina sloylar bilan yechib o'sha muammogacha yetib kelishadi. Peelinglar nimada zo'r? Ajinlarga qarshi, dog'larga qarshi birinchi o'rinda turadigan narsa bu peeling. Ugrilar bilan zo'r ishlaydi peelinglar. O'zi har yili odamlar peelinglar olib turish kerak. Mana tovoninglar ham qotib ketadi, sizlar penzalarda eski terisini olib tashlaysizlar-yu, xuddi shunaqa bizning yuzimiz faqatgina tovondan farqi nejniroq ko'ja, yumshoqroq ko'ja, qattiq emas oyoqga nisbatan. No bu yerda ham baribir exfoliation kerak. Nima degani bu? Skrablar, har xil skrablarga men qarshiman, agar ayniqsa ugrilar bo'lsa, lekin enzimli pudralar esa zo'r yordam beradi. Enzimli pudralar bilan mana shunaqangi ozgina eski terilarni olib tashlab turish kerak va 1 yilda bir marta peelinglar. Peeling qilganinglardan keyin birinchi 3 kun retinol surish mumkin emas. Kislotali, har xil niasinamidli narsalarni ham surish mumkin emas. Faqat namlantiruvchi narsalar yoki birorta bir yengil yog' bo'lsa, yuz uchun yog'lar. Shtobi mana teri nomda qurib qoladi. O'sha narsalarni yog'lash uchun, keyin teri yaxshiroq ko'chish uchun, tezroq ko'chish uchun har xil yog'lar ishlatilinadi. O'tgan yili meni ugrilarimni yo'qotib berishdi, lekin ulardan qolgan dog'lar bor. Men yozda peeling qila olmas edim. O'shaning uchun yozda biza kutdik. Mana hozir vaqti keldi. Endi dog'larga qarshi peelinglar qilyapman. Sekin har bitta sloy bilan bular ocharib oxirida yo'q bo'ladi. Eng asosiy savol ugri qatdan paydo bo'ladi. Hech kim sizlarga bitta javob bermaydi bu narsaga. Shaxsan menda hamma kuldi stress deganda, lekin bir kechada toshib ketadigan narsa bu qattiq stressdan bo'ladi. Har bitta kasalliklarni qo'zg'atadigan narsa o'sha sizlarni stressinglar. Kosmetika suraveradi, o'shaning uchun yuziga ugri toshib ketdi, meditsinskiy obrazovaniyasi yo'q yoki kosmetologiyada hech narsani tushunmaydigan odamlar kosmetikani ayblaydi. Yo'q. Ugri chiqqanda ham o'sha kosmetikalarni surdim to'xtamay, hozir ham to'xtamay suraman. Nimaga bo'lmasam hozir menda ugri chiqmayapti, o'sha paytda chiqib ketdi. O'shaning uchun bu umuman kosmetikalarga aloqasi yo'q. Men ishlatadigan narsalar hammasi sifatli narsalar. Shunchaki meni hayotimda juda ham qattiq zarba bo'ldi o'tgan yili. O'sha narsani orqasidan menda bir kechada
Shundoq yuzimga berdi. Kimnidir pochkasiga beradi. Kimnidir sahar oshib ketadi. Kimnidir davleniyasi ko'tarilib ketadi. Вот mani organizmim yuzimga chiqadi. Takkak menda teri kasalligi bor. Menda ekzema bor. Ekzema degani bu odamda kuchli emotsiya bo'lsa, xursandchilik, bir xil payt xursand bo'lsam ham qo'lim atrofimda oralari qichishni boshlaydi. Bo'ynlarim mal, mashhur nima bo'yningiz har doim qizarib yuradi. Mani badanimda teri kasalligi bor. Bu narsa ekzema deyiladi. Ekzemasi bor odamlar organik baqirib kelaman-ku, organik sovun ishlatinglar deb. Bizga hamma narsa mumkin bo'lavermaydi. Bizga toza, organik, o'tlidan qilingan narsalar ko'proq tushadi, чтобы terimizni uspokаивать qilish uchun. Nerinchi chiqsa, sразу qichimalar toshib, orqalarimga valdirlar toshib ketadi. Uni spesialniy losyonlar bilan men surib, tinchlantiraman. Bu shunaqangi teri kasallik, ekzema deyiladi. Google qilsanglar bo'ladi. Menda teri kasalligi borligi va u kuchli bo'lgani sababli meni stressim mana shunaqangi teri sifatida yuzimga toshib ketdi. Kimdadir misol uchun pochkasi slabiy bo'lishi mumkin. Pochkasi orqali o'sha stress chiqadi. Ya'ni stressni topadigan yo'li sizlarni qatiylar slabiy bo'lsa, ana o'sha yerga uradi. Mana Coviddan nimaga yoshi kattalar o'lib ketdi? Coviddan o'lishgan yo'q, ular xronический kasallarning orqasidan o'lib ketdi. Covid o'sha eng slabiy joyini yegan, o'sha slabiy joyi orqali keyin o'lib ketishgan Covid paytida odamlar. O'shaning uchun sizlar bilmaysizlar oxirigacha. Bir kechada mana ishlarimga toshdi. Bu yo'llarimga mana hech qachon ugri chiqmagan. Bir oyda bir marta o'sha ayol kishini kasallik kelayotganda ugri chiqadi hammaga. Bu normal holat, bundan qo'rqmanglar. Menda faqat mashtimda chiqardi o'sha bir oyda bir marta. Lekin hech qachon yuzimning mamlatlariga, peshonalarimga tarqalmagan edi ugri. Ertalab uyg'onaman, mashtim og'riyapti-da, qizlar ishoninglar, shunaqa og'rigan, xullas pilinglar bilan tuzatdim oxiri. Eng oxirgi pilingim 8-piling, eng qiyin, eng kuchlisi edi. Undan keyin rosa ko'chdi yuzim. Lekin ana o'shandan keyin tapa-tap to'xtadi. Pilingni boshida 3 tasini olganimda birinchi pilingim zo'r yoqdi. Sirraz o'grilarim qurishni boshladi. Effekti zo'r ekan dedim. Ikkinchi, 3-pilingda battar chiqib ketdi. Ya'ni sizlarni teringlarda ichida o'tirgan narsalar sekin-sekin chiqishni boshlaydi. Ikkinchi, 3-chi, даже 4-piling bilan ham menda yana ko'payib keturdi. Qo'rqib ketdim. Voy, bu to'xtash o'rniga nimaga ko'payyapti desam, kosmetologim "Всё нормально, не переживай, bu shunaqa bo'lishi kerak" dedi. O'sha 6-chi, 7-chi, 8-pilingdan hammasi yaxshi bo'lib keturdi. Общий analiz qiladigan bo'lsak, birinchi pilingda effekt ko'rdim. 2, 3, 4, 5 ta menda battar bo'lib ketdi. 6, 7, 8 polностью tuzatdi. O'shaning uchun ham qizlar hamma narsani kursi bilan qilish kerak. Chunki sizlar bitta piling olasizlar, bunday to'xtatib qo'yadi, ichidagi narsalarni uyg'otadi. U chiqishni boshlaganda battar chiqib ketsa, piling meni yuzimga yoqmadi deb to'xtatasizlar, deb borib retinol ichasizlar. Retinol ham endi ishlamoqchi bo'layotgan paytda uni ham to'xtatasizlar, deb bitta narsa qilasizlar. O'shaning uchun hamma narsani oxirigacha kursi bilan olish kerak. Как lazerna epilyatsiyada ham xuddi shunaqa-yu. Bir marta boradi lazerga, 2 oyga uni nimasini, tolalarini kuydirib beradi, endi chiqmas ekan deb olmaydi. Yo'q, unga 10 marta, даже tola chiqmasa ham oxirigacha o'sha волосяные луковицаlarni o'ldirish uchun 10 ta olishinglar kerak kamida. Xuddi shunaqa pilinglar ham. To'g'ri, buni chidash kerak, ko'chishlari bor. Keyin mana bunda kuyib qoladi-da, yuzinglar xunuk bo'lib qoladi rangi. Shunaqa mana qurib tortishib kuyib qoladi-ku, qora dola bo'lib qoladi-da. Keyin ular unda tushib ketgandan keyin tagidan, конечно, chiroyli taninglar qoladi, no baribir pilinglardan keyin mana qora xunuk. Men ertalab uyg'onardim-da, yuzimga qaraydim, bir ham xunuk bo'lardi. Men tushunardimki, 2-3 kundan keyin bu teri tushib ketgandan keyin yaxshiroq bo'ladi. No baribir mana shu kunlar ishlash kerak. Men yana kamerani tegidaman, yana o'zbeklar shaxsiy chegara nimaligini bilmaydi. Har 2 sekundda yuziga nima qildi? Ha bu kosmetika suradi, ajab bo'pti, battar bo'lsin. Mana shunaqangi gaplarni o'zbeklar juda ko'p gapiradi. E'tibor berganmisizlar ijtimoiy tarmoqlarda birorta amerikanец "Voy, yuzingga nima qildi, unaqa deb gapirgan yo'q. Bu yerda ham meni dugonalarim ko'rishdi. Birortasi menga kelib gapirmadi bu narsani. Ugrilar bilan kurashishda shaxsan meni istoriyam mana shunaqa bo'ldi qizlar. Sizlarda ugri chiqqanda qanaqa qilib tuzatgansizlar yoki shu narsani hali ham tuzata olmayapsizlarmi? Qanaqa yo'ldasizlar, qanaqa etapdasizlar? Kommentariyalarda yozinglar.